Siz uchun qaysi a'zoyingiz muhim? Jigaringizmi, yuragingizmi yoki ichagingiz? Agar ichagingizda foydali bakteriyalar o'lgan bo'lsa, siz iste'mol qilayotgan qimmatli mahsulotlar, go'shtli mahsulotlarmi, mevalarmi, vitaminlarmi hech qaysi ichakdan so'rilmaydi. Shunchaki chiqindi axlatga aylanadi. Bu chiqindilar ta'sirida organizm o'zini o'zi zaharlashni boshlaydi. Natijada nima bo'ladi? Yuzingizda toshmalar bormi? Ich qotishi bormi? Bo'g'imlarda og'riq bormi? Ayniqsa to'piqda og'riq bormi? Bular barchasi ichak bakteriyasi o'lganini belgisi hisoblanadi. Bizni ichagimizga 12 xil turdagi bakteriyalar kerak. Men o'z bemorlarimga tavsiya qiladigan, doimiy tavsiya qiladigan bitta vosita bor. U ichak faoliyatini qayta tiriltiradi. Uni tarkibida 12 xil bakteriyalar, tirik bakteriyalar mavjud va ichak faoliyatini zo'r tiklab beradi. Ichagingiz holatini bilishingiz uchun kommentariyada ichak so'zini yozib qoldiring.